Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Tajvid darslaridan 85-darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yashirin sukun degan mavzu o'tamiz. Vaqfga oid. Keling bu so'zimizni, mavzumizni yaxshiroq tushunish uchun Qur'oni Karimdan misol ko'ramiz. Diqqat qiling, biz hozir Qur'oni Karimdan ko'ryapmiz. Auzu bismillahni aytish yodingizdan chiqmasin. Qur'oni Karimda 33-betda 213 va 214 oyatlar o'rtasidagi qismni o'qiymiz. Xo'p, qarang, men bu yoqdan boshlab o'qishni boshladim. 214-oyatda o'qishni boshladim. Qarang, ketdik. Bu yoqdan boshlab o'qib kelyapman va pastga tushdim. O'z-o'zidan e'tibor bersangiz, deyarli ikkita qator o'qidim, to'g'rimi? Bir qatordan ko'proq qator o'qidim. O'z-o'zidan nima qilaman? Mana bu yoqda vaqf qilish belgisi bor ekan. O'z-o'zidan har bir inson vaqf qiladi. Endi bu yoqda agar men vaqf qiladigan bo'lsam, diqqat bilan e'tibor bering. Mana qarang. Bu yoqda vaqf qoidasi bor. Shunda qobalikum deb vaqf qilishim kerak. Lekin e'tibor bersangiz, ma harfini ustida sukun yo'q. Xo'p, qanday qilib vaqf qilaman? Mana shunaqa holatdagi misollarni bugun siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, aynan shu so'zimizni hozir daftarga yozib olamiz va birgalikda tahlil qilamiz. Birinchi buni ko'ramiz, keyin bundan murakkabroq holatlarni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani daftarga ketdik. Xo'p, daftarimizni yozib oldik. E'tibor bersangiz, 85-darsimiz tajvid bo'limidan yashirin sukun vaqfda. Xo'p, mana e'tibor bering, bu yoqda daftarda yozdik, qobalikum deb yozilgan hamda bu yoqda m harfining ustida sukun yo'q va undan keyingi m da esa tashdid belgisi turibdi. Keling, shuni siz bilan endi yaxshiroq tahlil qilsak. Qarang, nima uchun bu yoqda m harfining ustida sukun yo'q? Shuni keling birgalikda ko'rib chiqaylik. Ushbu belgimiz o'zi bizga nima vazifani berardi? To'xtash belgilarida vaqfda o'tgan edik. Ushbu belgimiz to'xtasak bo'ladi, vaqf qilsak bo'ladi. Lekin ulab o'qish afzal degan belgi edi. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu belgimizning ma'nosi to'xtasak bo'ladi, lekin ulab o'qish afzal. Demak, endi qarang, ulab o'qiydigan bo'lsam qanday bo'ladi? Birinchi keling, to'xtamaylikda ulab o'qib ko'ramiz, qarang. Qobalikum. Nega mim deb o'tib ketdim? Chunki bizda esingizda bo'lsa, tajvid 45 yo 46-darsda o'tganmiz. Bizda qoida bor edi. Sukunlik mim harfidan so'ng yana bitta mim harfi kelib qolsa, ikkita mimni birlashtirib g'unna qilib o'qiymiz degan qoidamiz bor edi. Esingizda bo'lsa, sukunlik mim harfidan so'ng bitta mim harfi kelib qolsa, ikkita mimni birlashtirib ozgina g'unna bilan o'qiymiz. O'sha qoidaga ko'ra bu yerda mim harfining ustiga hech nima qo'ymagan. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda mim harfining ustiga hech nima qo'ymagan va uning ustiga tashdid qo'ygan. Aslida bu qanaqa bo'lgan? Aslida qoidadan ham e'tibor bersangiz, aslida bunaqa bo'lgan mana. Pastdagi holat e'tibor bering. Aslida bu yozilishi bu yoqda aslida sukun bo'lgan. Aslida mana bunaqa sukun bo'lgan va undan keyin ham mim harfi qo'yib qolgan. Shunda qoida kelib chiqyapti mana. Sukunlik mim harfidan so'ng yana bitta mim harfi kelib qolsa, ikkita mimni birlashtirib g'unna bilan o'qiymiz. Shuning uchun demak aslida nima bo'lgan ekan? Aslida bu yoqda sukun bo'lgan, lekin Qur'oni Karimda bu yoqda ulab o'qish afzal bo'lgani uchun diqqat qilinglar, qaranglar. Qur'oni Karimda ulab o'qish afzal bo'lgani uchun buni sukuni nima qilingan ekan? Ikkinchi mimga olib berilgan. Nima uchun olib berilgan? Sababi qoidaga ko'ra sukunlik mim harfidan so'ng yana bitta mim harfi kelib qolsa, ikkita mimni birlashtirib g'unna qilib o'qiymiz. Shuning uchun Qur'oni Karimda bu mimning ustidagi sukunimiz ikkinchi mimga nima qilingan ekan? Aslida olib berilgan ekan. Shuning uchun bu yerda agar siz vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, demak aslida nima bor ekan bu yoqda? Sukun bor ekan. Shuning uchun buni ustiga agar vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, ustiga sukun qo'yib olasiz mana. O'zi sukun qo'yib olasiz. Shunda qobalikum deb vaqf qilasiz sukunlik holatda. Va endi davom etmoqchi bo'lsangiz, masalan qobalikum deb to'xtadingiz. Endi to'xtaganingizdan so'ng bu nima qildingiz? Dastlabki holatiga qaytdingiz. Mana sukunlik holatiga qaytdingiz. Shunda o'z-o'zidan buni madagi tashdid o'z-o'zidan nima ketadi? Yo'q bo'lib ketadi. Chunki maga tashdid nima uchun qo'yilgan edi? Ikkita mimni birlashtirib o'qishingiz uchun qo'yilgan edi. Siz bu yoqda to'xtadingizmi, vaqf qildingizmi? Demak, tashdid ham o'z-o'zidan nima bo'ladi? Yo'q bo'ladi. Shunda qobalikum deb to'xtaysiz va bu yoqda ma deb o'qib ketaverasiz. Mas deb yana bu yoqqa ulab ketaverasiz. Demak, umumiy holatda aytadigan bo'lsak, yana takror aytaman. Aslida oyat bundaqa bo'lgan. Qobalikum bo'lgan, ustida sukun bo'lgan va bu yoqda bu tashdid emas, oddiy ma bo'lgan. Oddiy ma holatda boshlangan. Lekin Qur'oni Karimda ushbu belgi qo'yilgan, bu ulab o'qish afzal degani uchun o'quvchilar ulab o'qisin, afzalroq holatda o'qisin deb ushbu belgini qo'yishganda, bu yerdagi sukunni olib tashlab, ikkinchi mimga nima qo'yishgan? Tashdid qo'yishgan. Ikkinchi mani ikkita o'qib ketsin deyishgan. Endi agar ulab o'qiydigan bo'lsangiz qanday bo'ladi? Ulab o'qiydigan bo'lsangiz quyidagi holatda bo'ladi. Qobali
u qayerga tushib olasiz? Ikkinchi maga tushib olasiz mana. Qobali deysizda, ikkinchi maga tushib olasiz. Bu mana nima qilmaysiz? O'qimaysizda. Qobali kum ma deb bitta g'unnali holatda o'qib ketasiz. Demak, umumiy holatda tushuntira oldim deb o'ylayman. Yana takror etaman. Bu yerda agar siz vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, to'xtamoqchi bo'lsangiz, agar bu holatda vaqf qilasiz. Qobalikum manusiga sukun qo'yasiz va bu yoqda ma deb o'qib ketasiz. Nima uchun sukun qo'ydik? Chunki dastlab sukun bo'lgan aslida. Boshida sukun bo'lgan, lekin Qur'oni Karimda ushbu belgi ulab o'qish afzal degan belgi bo'lgani uchun Qur'oni Karim ulab o'qishga afzal qilish uchun ikkinchi maga tashdid qo'ygan. Tashdid qo'yib ikkita qilib o'qib ketavering degan ma'noni nima qilyapti ekan? Bildiryapti ekan. Hozir endi Qur'ondan ko'ramiz, qarang. Mana Qur'oni Karimni yana qayta ko'radigan bo'lsak, demak bu yoqqa nima qilar ekanmiz? O'zimiz sukun qo'yamiz. Nima uchun sukun qo'yapmiz? Chunki oldin bu yoqda sukun bo'lgan, ulab o'qish afzal degan belgi qo'yilgani uchun Qur'ondagi sukunni olib tashlab ikkinchi maga tashdid qo'yib ketishgan. Chunki tashdid o'z ma'nosi nima edi? Tashdidda birinchi harf har doim nima? Sukunlik bo'ladi. Demak, umumiy holatda birinchi variant, yerda to'xtamoqchi bo'lsangiz, qobalikum manusiga sukun qo'yib to'xtaysiz va to'xtaganingizdan so'ng mana ikkinchi mani endi tashdidni olib tashlaysizda, oddiy m qilib o'qiysiz. M-a o'qilinadi. Tashdid ikkita m o'qilinmaydi. Chunki nima qilindi bu yoqqa? Sukun qaytarib o'zini joyiga, dastlabki holatiga qaytarildi. Shunda qobalikum deb to'xtaysiz va mas deb bu yog'ini o'qib ketaverasiz. Umumiy holatda shu. Demak, agar to'xtasangiz qobalikum mas deb o'laysiz. Agar yo'q, men nafasim yetadi, bu yoqda ham o'qiyman, bu yoqda ham o'qiyman, uni ham o'lib ketaman siz, nafasingiz yetsa, qobalikum mas deb o'laysiz. Qobalikum, ya'niki to'g'ri bo'lmaga emas, u bo'lmaga to'g'ridan-to'g'ri nima qilar ekansiz? Tushib olasiz ekan. Umumiy holatda shu. Bu holatlar qachon ro'y beradi? Diqqat qilinglar, yaxshiroq tushunib olish uchun. Bu holatlar mana shunaqa to'xtash holatlarida oyat o'rtasida kelib qolsa va ikkita ketma-ket bir xil harf bo'lishi kerak. Masalan, mana bu yerda m, to'g'rimi? M harfidan so'ng yerda m harfi kelyapti. Demak, buni sukun ustidagi sukunini olib bu maga berilyapti shunaqa. Shunaqa holatlardagina keladi. Ya'ni hamma yoqqa sukun qo'yib tashamanglar. Masalan, boshqa holatlar ham bor, uni ko'rsatib beraman. Unga hamma yoqqa sukun qo'yib tashlasangiz bo'lmaydi. Bu faqatgina qachon ekan mana shunaqa ustida belgi bo'lsa va ikkita bir xil ketma-ket harf kelsa. Mana bu yerda ham m va bu yerda ham va diqqat qilinglar, ham belgisi bunisi tashdid bo'lishi kerak. Tashdid bo'lishi shart. Agar tashdid bo'lmasa buni ustiga sukun qo'ya olmaysiz. Masalan, aynan maga nisbatan emas, boshqa harflarga nisbatan ham aytayapman-da. Hozir ko'rsatib beray, yaxshi tushunib olasiz. Demak, bu tushunarli ham. Qobalikum mana ustiga sukun qo'yasiz, dastlabki holatiga qaytarasiz, chunki dastlab sukun bo'lgan. Chunki qoidadan bu yerda tashdid bo'lib qolgan. Sukunli mim harfidan so'ng yerda m harfi kelib qolsa, ikkita mimni birlashtirib g'unna bilan o'qiymiz. Shuning uchun tashdid qo'yishgan. Dastlab o'zi nima bo'lgan ekan? Bitta sukun bo'lgan ekan. Keling, buni yaxshiroq tushunib olish uchun men sizga yana bitta misol ko'rsataman. Bu misolimizda Baqara surasi 137-oyatdan ko'ramiz. Xo'p, 21-betni ochamiz, ketdik. Xo'p, Qur'oni Karimda 21-betni ochamiz. Mana bu yoqda 21-betni ochganingizda tepadan boshlab 1, 2, 3, 4, 5, 6-qator tepadan boshlab mana. Mana bu yoqda ham xuddi shu qoida kelgan. Masalan, e'tibor bering mana. Faqodi tadau. Ko'rdingizmi? Va ustiga sukun qo'yib to'xtadim. Lekin masalan, agar shu qoidani bilmasangiz, cho'ziq bo'lib qoladi. Ko'pchilik vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi harf fathalik bo'lsa, cho'zib o'qilinadi. Tada deb to'xtab qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu qoida muhim hisoblanadi. Faqodi tadau, tadau. Va ustiga sukun qo'ydim. Nima uchun va ustiga sukun qo'ydim mana bu yoqda ham? Chunki mana qarang. Bitta ham xuddi shu, ya'niki to'xtasiz bo'ladi, lekin ulab o'qish afzal degan belgi qo'yilgan. Shuning uchun Qur'oni Karimda aynan shu belgi bo'lgani uchun qarang. V harfidan so'ng yerda V harfi kelyapti. Qoidaga tushish uchun mana. V harfidan so'ng yerda V harfi kelyapti. Hamda ikkinchi V ustida nima? Tashdid. Nima uchun tashdid qo'yilyapti ikkinchi V ga? Ulab o'qish afzal-ku. Ulab o'qish afzal bo'lgani uchun bitta ulab o'qigan paytda bunday bo'ladi, mana qarang. Faqodi ta-da-v. Tadawwa bo'ladi. Ha? Ulab o'qiyotgan paytingizda faqodi tadawwa. Shuning uchun mana bu yoqqa nima qilingan ekan? Tashdid qo'yilgan mana. Demak, bitta ham vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, faqodi tadau va ustiga sukun qo'yib to'xtaysiz. Endi bu yerda mana takror tushuntirib beraman. Nima uchun va ustiga sukun qo'yyapmiz? Sababi v harfidan so'ng yana bitta v harfi kelyapti. Ikkita harf ketma-ket kelish kerak. Hamda ikkinchi harf ustida tashdid bo'lsa, har doim mana bu tashdid bor-ku, birinchi harfdan olingan bo'ladi. Birinchi harfi sukunini olgan bo'ladi. Ulab o'qish uchun, ya'niki faqodi tadawwa. Ular o'qisa shunaqa bo'ladi. Nafasingizga o'qib ketyapsiz. Faqodi tadawwa bo'ladi. Keling, daftardan tushuntirib beray hozir. Mana daftarda yozdim. Qur'oni Karimda bunaqa holatda turibdi. Aslida qanaqa bo'lgan ekan? Mana aslida
bu holat mana v ni ustida sukuni bo'lgan mana. V ni ustida sukun bo'lgan va keyingi v ni ustida tashdid bo'lmagan mana. Asli mana shunaqa bo'lgan mana. Faqodi tadau. Sukun bilan to'xtaysiz va deb o'qib ketasiz. Shunaqa. To'xtasangiz faqodi tadau deb to'xtab, keyin va deb o'qiysiz. Agar to'xtamaydigan bo'lsangiz, bu qoidaga tushadi mana. Bu v ni tashib ketib, ikkinchi v ni ikkita qilib ketasiz. Lekin bu yerda bunda yo'q, oddiy v bu. Shunda, chunki mimda o'zini qoidasi u. Faqodi tadawwa deb ulab ketasiz. Ya'ni qorilarni eshitib ko'rsangiz, shunaqa ulagan holatda demak faqodi tadawwa deb ulaysiz. Agar vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, faqodi tadaw deb to'xtab va deb o'qib ketiladi. Tushunarli? Mana shu ko'p qorilar aynan Baqara surasi 237-oyatda vaqf qilishadi, ya'ni mana shu to'xtashadi. Chunki oyat uzunroq, shuning uchun ulab o'qigandan ko'ra mana shu to'xtab va ni ustiga o'zini sukunini qaytarishadi. Tadaw deb keyin va deb o'qib ketishadi. Shunaqa. Demak, umumiy holatda to'xtaydigan bo'lsak, qanday bo'lar ekan? Faqodi tadaw bo'ladi va deb o'qib ketasiz. Va agar to'xtamasdan o'qiyman, nafasim yetadi desiz, faqodi tadawwa bo'ladi. Ulab o'qiganda. To'xtasangiz faqodi tadaw. Qisqasi, o'zini sukunini joyiga nima qilar ekansiz? Qaytarar ekansiz. Masalan, siz aytishingiz mumkin, buni o'zi masalan oldin o'tganmiz-ku, qoidalardan topib olsa bo'ladi-ku desangiz, boyagi mimda aniqlasangiz bo'ladi. Masalan, chunki mimda o'zi turibdi, ustiga sukun qo'yib qo'yasiz bo'ldi, lekin mana yerda adashishi mumkin odam, qarang. Chunki bizda qoida bor-da, vav so'zda kelib, o'zi hech qanday belgi bo'lmasa, undan oldingi harf fathali bo'lib cho'zib o'qiladi. Shuning uchun faqodi tada deb vaqf holatda vaqf qo'yish holatlari uchrashi mumkin. Shuning uchun shuni aytish maqsadida mana e'tibor berasiz. Mana shunaqa belgi bo'lsa, oyatning o'rtasida to'xtamoqchi bo'lsangiz, aynan shunaqa harf to'xtash belgisi bo'lsa va bundan keyingi harf bilan, o'sha vaqf qilinayotgan harf bilan undan keyingi harf bir xil bo'lsa va ustida tashdid bo'lsa, buni sukunini joyiga nima qilar ekanmiz? Qaytarar ekanmiz. Umumiy qoida shu mana. Vaqf qilayotgan harfimiz bilan undan keyingi harfimiz bir xil bo'lishi kerak va keyingi harfimiz albatta keyingi harfimiz tashdid bo'lishi kerak. Tashdidni nima qilamiz? Orqaga qaytaramiz. Takror aytaman. Demak, vaqf qilayotgan paytimizda shu harfimiz bilan vaqfdan keyingi harf bir xil bo'lsa va keyingi harf ustida tashdid bo'lsa, nima qilar ekanmiz? Buni tashdididagi sukunni orqaga qaytaramiz. Tadaw deb to'xtab, endi bitta tashdid yo'q bo'lib qoladi va deb o'qib ketasiz shu bilan. Shunaqa. Shularga e'tibor bering. Ikkita harf bir xil bo'lishi kerak, bir xil. Va ikkinchisi tashdid bo'lishi kerak. Hammasiga sukun qo'yib tashlamang. Masalan, ayrim so'zlarda tasavvur qiling, agar mana yerda misol uchun va yo'q bo'lsa, boshqa harf bo'ladigan bo'lsa, bu yerga sukun qo'ya olmaysiz. Shu qoidaga tushish kerak. Bu harf bilan bu harf o'zidan keyingi harf bir xil va ustida tashdid bo'lishi kerak. Mana misol uchun mana shunaqa cho'ziq holatiga hozir misollar qidirib ko'ramiz. Qarang. Xo'p, misol uchun aynan shu 21-betning yuqori qismida masalan mana bu yoqda ham tadu deb to'xtamaysiz. Va ustiga sukun qo'ymaysiz. Bu tabiiy cho'ziq bu. To'g'rimi? Tadu deb holati cho'zilib to'xtayapti. Nima uchun sukun qo'yamiz? Chunki undan keyingi harf bu bilan bir xil emas. Agar xuddi bunday bo'lsa mana, o'zidan keyingi harf bir xil bo'lsa va o'zi tashdidi bo'lsagina sukun qo'yasiz bu yoqqa. Mana men misol uchun mana sukun qo'yaman, haqqim yo'q, chunki bundan keyingi harf bu bilan bir xil emas, bu vav emas bu. Mana bu. Vav emas. Agar endi qarang, bundan keyingi harf ham vav bo'lsa, mana shu misol uchun vav bo'ladigan bo'lsa, agar ustida tashdidi yo'q bo'lsa, men bunga sukun qo'ya olmayman. Haqqim yo'q. Tushunarli? Qoida to'liq bo'lishi kerak. Qoida qanaqa ekan? Vaqf qilgan paytingizda mana shu vaqf qilinadigan harf va undan keyingi harf bir xil bo'lishi kerak. Birinchi qoida. Ikkinchi qoida, ustida tashdid bo'lishi kerak. Shunaqa. Endi misol uchun qarang, agar mana bu yoqda tashdid bo'lmasa, agar mana tashdid yo'q bo'ladigan bo'lsa, men buni ustiga sukun qo'ya olmayman. Shunaqa. Masalan, boshqa oyatda kelib qolsa, tashdid yo'q bo'ladigan bo'lsa, men buni ustiga sukun qo'ya olmayman. O'zi sukuni bo'ladi o'zi. Agar sukuni yo'q bo'lsa, nima qilar ekanmiz? Cho'ziq holatda bo'ladi. Tada bo'ladi u. Boshqa so'z bo'ladi endi u. Lekin mana shu holatda 100% men sukun qo'yamiz. Tadau va bu yoqda va deb o'qib ketasiz. Mana bu yerda tashdid nima uchun qo'yilgan unda deganlarga shu ulab o'qish uchun qo'yilgan bu. Demak, tadawwa ulab o'qisiz. Vaqf qilmoqchimisiz? Tadaw bo'ldi. Endi tashdid yo'q hisoblaysiz. Tadaw chunki tashdidda sukuni bunga o'tib ketdi. Tadaw va deb o'qib ketasiz. Shunaqa. Aytib o'tganda, lekin hamma joyga sukun qo'yib tashlamang. Mana masalan cho'ziqlarga ham tadu deb bunga ham sukun qo'yib tashlamang. Hamma sukun qo'yib tashlamang. Faqat o'sha qoidani nima qilish kerak? Bildirish kerak. Xo'p, daftarimizga bugun yozganimiz mana 85-dars yashirin sukun. Xo'p, Baqara surasi, ya'ni 2-sura 214-oyat degan. Baqara surasi 214-oyat. Xo'p, bitta misol ko'rdik mana bundan.
Bu yoqda masalan takror aytaman, masalan mana bu yerda sezib qolishingiz mumkin ustiga sukun qo'yib. Lekin mana bunaqa holatda ustiga sukun qo'yib sezish qiyin. Shuning uchun qoidani bilish kerakman. Ikkita bir xil ketma-ket harf bo'lish kerak va ikkinchi harfda tashdid bo'lish kerak. Bunisi mana 2-sura Baqara surasi 137-oyatdan ko'rdik. Xo'p, endi xulosa deb o'zi yozib qo'yasiz mana. Xulosa nima ekan? Vaqf qilayotgan harfimiz bilan undan keyingi harf bir xil bo'lishi kerak va vaqfdan keyingi harfda ustida tashdid bo'lsa, nima qilar ekanmiz? Vaqfdagi harfda ustida sukun qo'yamiz. Ya'ni shuni o'zingiz bir tushunadigan holatda xulosaga nima qilasiz ekan, yozib qo'yasiz ekan. Keyin azizlar, bizda yangilik bor, zo'r yangilik, hozir aytaman. Xo'p, bizda zo'r yangiligimiz har yakshanba kuni soat 20:00 da Telegram kanalimizda onlayn holatda Qur'oni Karim o'qiyapmiz. Ya'ni Qur'oni Karimni boshdan xatm qilyapmiz. Masalan, o'tgan haftada 1-10 betlarni o'qidik. Xo'p, qaysi sana bo'yicha? 2025-yilda hozir 20-aprel. Endi siz masalan kechroq ko'rib qolsangiz, misol uchun Telegram kanalimizga ulansangiz, eslatib o'taman, har hafta 10 betdan Qur'oni Karim o'qiyapmiz. Har hafta 10 betdan. Kuniga men 2 betdan tashlab boryapman. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. 2 betdan jami 10 bet bo'lyapti, to'g'rimi? 2 betdan har kun Telegramga rasm qo'yib tashlab boryapman, audiosi bilan birga. Shanba kuni 10 betni birgalikda takror qilyapmiz, ya'ni o'zingiz takror qilasiz va yakshanba kuni ovozli chat bo'ladi. Ovozli chatda demak, umumiy holatda Qur'oni Karimni o'qib bersangiz bo'ladi. Har haftada 10 betdan o'qiyapmiz. Har yakshanba kuni soat 20:00 da. Telegram kanalimizda linki mana shu videoni kommentariyasida bo'ladi, kommentariyasida. E'lonimiz shu edi. Har hafta Qur'oni Karimdan 10 betdan o'qiyapmiz. Xatm boshlandi. Boshdan boshlab oxirigacha Xudo xolasa o'qimoqchimiz. Har hafta 10 betdan. Xo'p, sizga yana qo'shimcha uylaysiz va xuddi shunaqa so'zlardan qidirib ko'rasiz Qur'oni Karimni. Hozir masalan 30-betgacha 2-3 ta bor o'zi, uncha ko'p uchramaydi, lekin Qur'onda kam keladi bu qoida. Lekin siz ham mana shu qoidadan qidirib ko'rsangiz, yana ham yaxshiroq Xudo xolasa o'rganib olasiz. Uyasiga qo'shimcha xuddi mana shu qoidaga tushadigan so'zdan topasiz va uyasiga jo'natasiz. Yoki bo'lmasa video ostida yozib qoldirsangiz, bu qolganlar uchun ham qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Shuning uchun siz ham shunaqa topsangiz so'zdan, xuddi shu qoidaga tushadigan so'zlardan topsangiz, Qur'oni Karimda nechinchi betda ekanligini yozib qoldirsangiz, qolganlar uchun ham manfaatli bo'ladi. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.